Ko'rib turgan holatingiz aynan Toshkent shahar Chilonzor ko'chasida bo'lgan. Biz reklama olish maqsadida Chilonzor ko'chasiga borgandik va shunda avtobus tankasi obeddan keyingi vaqt issiq jaziramada bir amakini uxlab qolganlarini ko'rdik. Ularni biz oldikda soya salqinga olib keldik. Shunda do'stim bilan suv olib kelib yuzlariga sepdik va amaki shunda ham o'zlariga kelmadilar. Shu payti bu insonning yon atroflariga to'la odamlar yig'ilishni boshladi. Biz vaqtni cho'zmadikda 103 ga telefon qildik. Ya'ni tez tibbiy yordamga. Oradan ko'p vaqt o'tmadi. Biz tez tibbiy yordam kelgunicha harakat qilib turganimizda amaki o'zlariga keldilar va menga qo'ldagi pullarini berdilar. Men yo'q kerakmas pulingiz deb cho'ntaklariga soldimda tez tibbiy yordamni kutdik. Asosiy harakatim maqsadim amakining uylarini va turgan joylarini bilish. Agar bilsam tezroq olib borib qo'yaman deb harakat qilib turdim. Shunda tez tibbiy yordam ham kelib qoldi. Shu joyda O'zbekistondagi barcha tez tibbiy yordam xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'yaman. Amakining davleniyalarini o'lchab, hech qanaqa muammo yo'qligini aytishdi. Shunda biz amakining uylarini, ya'ni turgan joylarini aniqlash maqsadida ichki ishlarga telefon qildik. Oradan ko'p vaqt o'tmadi, ichki ishlar ham tezda yetib kelishdi. Shunda ichki ishlar xodimlari men bilan so'rashib, amakining to'liq ma'lumotlarini aniqlashdi va uylariga tez tibbiy yordam xodimlari bilan birga jo'natishdi. Bu videoni olishimizdan asl maqsadimiz like yoki kommentariya yig'ish emas. O'zbekistonda ham shunchalik jonkuyar va fidokorlar borligini isbotlab berish. Insonlardan yaxshilik qoladi. Go'yoki yaxshilikning mukofoti jannatdir.